sanoqli kunlar qoldi. Ramazonda mana shunaqa oddiy suv emas, Zamzam suvlarini bo'kib ichishga nima deysiz? Ramazon oyida premium sharoitlarda oilangiz bilan umra safariga borib kelasizmi, Hoji aka? Safo Marvadan Hoji aka premium paketini bilardingiz-a? 16-23 fevral kunlari Toshkentdan Madinaga uchasiz. Kunini o'zingiz tanlaysiz. Madinada Ravzaga eng yaqin bo'lgan, eng zo'r gostinitsalarda qolasiz. 3 kun ibodat qilganingizdan keyin Madinadan Makkaga qiynalib 8 soat avtobusda emas, bir pasda yetib oladigan tez yurar poyezdda kelasiz. Keyin Makkada ham eng hashamatli gostinitsadan bo'lgan Hyatt Regency'da qolasiz. Siz oilangiz bilan mana shunaqa premium sharoitdagi Hoji aka premium tarifi bilan borsiz, mazza qilib ibodatni ham qilasiz, ro'zani ham tutib, umra amallarini ortiqcha qiyinchiliksiz qilib kelasiz. Toshkentga qaytishingizda ham Makkadan yana Madinaga borib uchish shart emas. Jiddani o'zidan Toshkentga qaytib kelasiz. Aytgancha 16-23 fevral kunlari sanoqli joylar qolgan. Telefon nomer qoldiraman. Hozir telefon qilib, joylaringizni band qilib qo'ying. Yoki ma'lumotingizni hozir yozib qoldirsangiz, o'zligi aloqaga chiqib yana batafsil tushuntirishadi. Ibodatlaringiz qabul bo'lsin. Ramazon oyida hamma ham mana shunaqa umra safarlariga premium sharoitlarda borib kelish nasib qilsin-a.